va bu Holep operatsiyasidagi kamchiliklar eng ko'p asoratlardan bittasi biz uchrab turadigan, ya'ni prostata bezini xuddi mandarin archgandagi to'liqligicha archib olib tashlanadi. Qachon tur tanlash kerak yoki qachon Holep tanlash kerak? Hozirgi kecha kunduzda Shersdagi prostata adenomasiga o'tkaziladigan tur amaliyotini oltin standart deb aytgandingiz. Videolarimiz izohlarida qarshi fikrlar paydo bo'lgan, hozir zamonaviy usullar chiqqan deb. Shu usullarni bir-biriga solishtirib bera olasizmi? Ha, albatta. Prostata bezini aslida har xil usullar bilan bir nechta usullar bor operatsiya qilishi prostata bezi adenomalarida. Eng birinchidan boshlaydigan bo'lsak, bu traditsion, ya'ni an'anaviy usul. Eski qorni kesib olishlar. Hozirda qilinadimi, olinadimi? Ha, juda ham kam holatlarda bo'lsa ham, lekin bu amaliyot bajariladi imkonsizlik darajasida. Keyingi masalalardan bittasi bu tur operatsiyalari, ya'ni turp, ya'ni zakar uchidan kelib turib, maxsus xalq tilida lazer deymiz, aslida esa bu lazer emas, biz qilayotgan bipolar, ya'ni ikkita tomonlamali maxsus pichoqlar yordamida bu amaliyotni bajaramiz. Keyingi masalalar bo'ladigan bo'lsa, keyingi yana bir holatlardan bu laparoskopik usullar. Qorinda 3 ta yoki 4 ta teshik yoki 5 ta teshik orqali prostata bezini olib tashlash. Bu ko'pincha onkologik holatlarda ishlatiladi. Va eng zamonaviy usullardan bittasi bo'lgan bu Holep operatsiyasi, ya'ni Goldmeier lazer yordamida prostata bezini inokulyatsiya qilish, ya'ni bu prostata bezini iritish deymiz shunaqa holatlar. Har bitta metodda o'zini yutuq tomonlari va har bitta metodda o'zini minus tomonlari bor. Oddiy misol tur operatsiyasi bilan Holep operatsiyasini solishtiradigan bo'lsak, bu yerdagi eng asosiy masalalardan bittasi bu operatsiya summasi, qimmatligi. Tur operatsiyasidan Holep operatsiyasi deyarli 2 barobar qimmatga tushadi. Holep operatsiyasini kichkina bezlarda ancha murakkabroq va qilmagan ma'qulroq. Tur operatsiyasini esa navorot, ya'ni prostata bezlari haddan tashqari katta bo'lgan holatlarda hozirgi medisinada aytiladiki, agar Holep imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, 100 gramdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, prostata bezi Holep qildiring, tur operatsiyasini qildirmang. 100 gramgacha bo'lgan bezlarda tur ancha bezopasniyroq, ya'ni xavfsizroq. Ikkinchi masalalardan bittasi, yana nima uchun hozirgi kecha kunduzda Holep operatsiyasi zaltoy standart emas deyilgan savolga javob, Holep operatsiyasi bu zamonaviy usul. Hali bu oxirgacha yetib borilgan usul emas. Tur operatsiyasi bundan ancha yil oldin ixtiro qilingan. Bu operatsiyani ancha mukammallashtirib, ancha takomillashtirib bo'lingan. Lekin ikkinchi savol kelib chiqadiki, tur operatsiyasi doim qoladimi? Yo'q. Holep yaqin kelajakda 5-6 yillar davomida bu amaliyot yana ham mukammallashtirib, o'zlashtirib bo'lingandan keyin butun dunyoda oltin standartga Holep bu prostata bezlaridagi operatsiyalarning kelajagi. Bu holatda Holep oltin standartga aylanadi. Hozirgi kecha kunduzda tur zaltoy standart. Qachon tur tanlash kerak yoki qachon Holep tanlash kerak? Bu hozir tushuntirganimdagi prostata bezi hajmidan kelib chiqqan holatda. Agar prostata bezi hajmlari kichkina bo'lsa, tur yaxshiroq. Kattaroq bo'lsa, Holep yaxshiroq. Agarda kasalda o'ta katta qon ketish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda Holep yaxshiroq. Qon ketish ehtimoli kam bo'ladigan bo'lsa, kasallar holatlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, agarda bemor sharoiti, ya'ni cho'ntak yupqa deymizmi, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, tur yaxshiroq. Agar shu narsa foyda beradigan bo'lsa. Tur operatsiyasi bilan Holep operatsiyasini qanday ishlashini tasavvur qiladigan bo'lsak, tur operatsiyasi kesish, qisman kesish va ajratish, kesish, ajratish. Holep operatsiyasi to'liqligicha prostata bezini xuddi mandarin archgandagi to'liqligicha archib olib tashlanadi. Shuni hisobiga tur operatsiyasida qon ketish ehtimollari yuqori. Agar bemor antikoagulantlar, ya'ni qon suyultiruvchi, o'ta uzoq muddatdan beri qon suyultiruvchi dorilar ichadigan bo'lib turib, bu bemorlarda bu qon to'xtatuvchi dori vositalarini uzoq muddatga to'xtatish imkoniyati yo'q bo'lsa, bunday bemorlarga Holep yaxshiroq. Lekin Holep operatsiyasini ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor, aytamizki, asoratlari ko'p. Hali hozirgi vaqtda. Keyinchalik bular ham kamayib ketadi. Eng ko'p asoratlardan bittasi biz uchrab turadigan, ya'ni siydik qopini bo'yin qismichalarida ko'pincha torayma bo'lib qolyapti. Bu yildan yilga bu tendensiya, bu statistika bo'yicha bu kamayib boryapti. Toraymalar, ya'ni Holepdagi asoratlar, ya'ni buni sabablaridan bittasi vrachlar ham takomillashib, vrachlar ham o'z ustida ishlab, bu usulni mukammal o'rganib boryapti va bu Holep operatsiyasidagi kamchiliklar yildan yilga bartaraf qilib, bu mukammallashib boryapti. Shuning uchun kelajakka bu tur operatsiyalaridagi, ya'ni adenoma bezidagi, prostata bezi adenomalaridagi kelajak bu Holepda. Hozirgi kecha kunduzda lekin bu tur oltin standart. Eng katta yutuqlardan bittasi turni bu arzonligida.
Xolibga qimmat instrumentlar kerak, qimmat оборудование kerak va qimmat texnikalar bo'lgani sabab operatsiya summasi ham qimmat bo'lib ketadi. Turda esa nisbatan anchagina arzonroq, anchagina dostupniroq va nafaqat viloyat kesimlarida, balki rayon miqyosida, hattoki qishloq miqyosida qilish imkoniyati bor bu amaliyotlarni. Xolib esa hozirgi kecha kunduzda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqilgan holatda faqatgina viloyat kesimlarida qilyapmiz. Rayon kesimlarida hali qilish boshlangan, lekin takomillashib ketmadi, sababi instrumentlar juda ham qimmat bo'lgani hisobiga. Sherstika shunda qaysi usulni tanlashni tavsiya qilasiz o'zingiz shaxsiy tajribangizda? Endi bu klinikani, xirurgni va bemorni holatdan kelib chiqilgan holatda tavsiya qilinadi. Agar bemorning oilaviy sharoiti mablag' jihatdan yaxshi bo'lsa, klinikada kerakli instrument, anjomlar hammasi bo'ladigan bo'lsa va eng asosiysi klinikada malakali vrach bo'ladigan bo'lsa, albatta Xolib yaxshi. Lekin bemorni cho'ntaga o'zini ko'tarmasligi yoki bo'lmasa klinikada bu instrument yo'qligi bu tur yaxshi emas degani emas. Yoki bo'lmasa aynan Xolib qildirildi degani emas. Xolib aynan turga yutqizib qo'yadi degani emas. Tur ham deyarli bir xil, lekin zamonaviyroq usul bu Xolib. Sherstika shu yerda savol paydo bo'ladi. Operatsiya paytidagi og'riq, oddiyroq xalq tilida aytganda operatsiya paytidagi og'riq holatlarni va operatsiyadan keyingi tiklanish holatlarini solishtirib bering. Tur operatsiyasi va Xolib operatsiyasi bemor uchun deyarli bir xil. Tiklanishi ham bir xil, hech qanaqa og'riq sezmaydi, bir xil vaqtda tiklanadi, bir xil holatlarga kechadi. Xirurg uchun farq qiladi. Klinika uchun pul tomonidan farq qilishi mumkin. Instrumentlar jihatdan, lekin mantiqiy jihatdan olib qaraganda Xolib bilan tur operatsiyasi deyarli bir-biriga yaqin kasal uchun. Faqat farqi tur operatsiyasida kesib qanchadir prostata bezini qisman qanchadir qismi saqlab qolinadi. Prostata Xolibda bo'ladigan bo'lsa, prostata bezi to'liqligicha olib tashlanadi.